70 yoshda testosteronni ko'tarsa bo'ladimi? Lyuboy odamni testosteronni ko'tarsa bo'ladi va 4 ta usuldan foydalaniladi. Tabiiy usul, ya'ni dieta qilasiz, sport qilasiz, vaqtida uxlaysiz, vitaminlar ichasiz. Stimulyatsiya. Stimulyatsiya degani, agar lyuteinlovchi gormon normada yoki past bo'lsa, estradiolni ingibitorlari yoki aromatizatsiyani ingibitorlarini berib, ko'pincha bular markaziy ingibitorlar bo'ladi. Testosteronni sintezini oshiramiz. Agar tabiiy ko'tarish stimulyatsiya yordam bermasa, ukol qilib ko'taramiz. Bu xavfsiz, faqat yaxshi vrach topish kerak. 4-usuli bor. Tuxumlarni kesib tashlaymiz, ishlamayotgan tuxumlarni va o'lgan odamni yoki tirik odamni, yosh odamni, testosteron chiqaradigan tuxumi bor odamni tuxumini tiktirib olamiz. Mana shu 4 ta yo'l bilan ko'tariladi. Lyuboy yoshda. Endi 70 yoshda ko'pincha ukol bilan ko'tariladi yoki gellarni surtishga to'g'ri keladi.